Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan ham bolalarimiz bilan yumshoqqina ponchik tayyorlaymiz. Xo'sh, mana sariyog'larimiz ham eribdi. Imron tuxum chaqadi. Tuxumni uning ichiga chaqadi. Mustafa qoshig'ida shakar soladi. Ura! Ura! Mana ishni ham boshlab yubordik. Birinchi bo'lib apparat tayyorlab oldim. Bilasiz, xamir oshirishdan oldin apparat tayyorlab qo'yganingiz yaxshi. Mana apparat ham tayyor bo'ldi. Qaranglar qanaqa chiroyli oshdi. Qolgan mahsulotlarni ham apparat bilan qorishtirib, yumshoqqina xamir qorib oldim. Buning uchun menga albatta o'g'lim yordam berdi. Bilmaganini esa o'zim o'rgatdim. Bugungi pishir kuydirim jarayoni boshqacha bo'ldi. Chunki yordamchi o'g'illarim yonimda bo'lishdi. Mana endi xamirimiz ham oshdi. Ponchik xamirlarimiz. Xamirlarim oshgandan keyin o'g'illarimga zuvala qilishni o'rgatdim. Ularga bu jarayon juda ham qiziq. Ayniqsa kichkina o'g'limga. Qolgan qismini esa o'zim tezligida qilardim. Ponchiklarimni oldindan tindirib qo'ygan xamirlarimni esa yog'da qovurishni boshladim. Bir maromda qovurilib, ichlari ham pishibdi. Tayyor bo'lgan ponchiklarni salfetkali laganga soldim. Ana endi eng qiziq jarayon. O'g'illarim bilan birgalikda ponchiklarimiz ustini bezatdik. Kun issiq bo'lgani uchun shokoladlar bir-biriga qorishib ketdi. Shuning uchun muzlatgichga oldindan solib qo'ydim. O'g'illarim esa sabrsizlik bilan kutishib, kechki taomdan keyin maza qilib tanovul qilib olishdi. Bu yerda esa minnatdorchilik belgilari. Ko'rib turganingizdek. Videoyim va tayyorlagan ponchigimiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozib qo'ying va albatta menga obuna bo'lishni unutmang.